siz bilan biz bir gunohlarni qilyatib, u yoq bu yoqqa qarab qo'yamiz. Birov ko'rmadimi? Birov eshitmadimi deb. To'g'rimi? Alloh subhanahu va taoloning hamma yerda hozir va nozirligini bilamiz. Lekin qo'rqmaymiz. Tilda Xudodan qo'rqaman deyveramiz. Xonasi kelib qolganda Xudo yo'qdek, Xudoga ishonmagandek ish tutamiz. Xudo shuni asrasin biz. Yana bitta ogohlantiradigan narsa shuki, o'zimizni qilayotgan ishimizga o'zimizni tanamiz sherikda. Masalan, bir qo'l bilan qilinadigan bir gunohga shu qo'l qildimi? Qo'l ertaga gapiradimi shuni? Ko'z bilan bir narsaga qaradik. Shu ko'z gapiradimi ertaga? Oyoq bilan shu bir yerga bordik. Shu oyoq aytadimi? Bir narsani fikrladik. Shu o'y fikrimiz, qalbimiz ertaga gapiradimi, gapirmaydimi? Dushman o'zimizda turibdi. Maqolimiz bor o'zingdan chiqqan dushmanga. Ichingdan chiqqan dushmanga qayerga boradi? Davoga deysiz-ku. O'zimizda tursa, shun bilan birga hamkorlikda shu ishni qilsak, kirdikorlik qilsak, yana nimada mutahamchilik qilib qutulmoqchi bo'lamiz? Yana nimalarni bahona qilmoqchi bo'lamiz? Bugun bitta ham odamdan qutulib ketamiz. Yaratgandan qutulish iloji bormi, yo'qmi akalar, ukalar? Yo'q-da. Qaysi tomondan Xudo taologa mutahamchilik qilsangiz, o'sha tomondan iloji yo'q, mot bo'lamizda. Ovora bo'lmaslik kerak shuning uchun. U desa bu deyman, bu desa u deyman deb men kambag'al edim, yo'qchilikdan qila olmaganman deydiganlarga ham qiyomatda Iso alayhisalomni ro'bara qilib, shu Isodan ham kambag'almiding deydi alayhisolatu vassalomdan. Men kasal edim, oqida ko'kida ibodat qila olmadim deganlarga Ayub alayhisalomni ko'rsatadi. Shu Ayubdan ham kasalmiding? Hamma yo'q qurt yeb ketgan buni, sog' yeri qolmagan, shu ibodat qil deydi. Hamma yo'q qul edim, asir edim, oqida ko'kida deganlar Yusuf alayhisalomni ko'rsatadi. Zindonda yotdi, uni 17 yillab tuhmatga. Shunchalik seni huquqing poymol bo'ladimi? Men boy bo'lib vaqt ajrata olmay qoldim, pulim bu yoqqa sanab, bu yoqqa sanab deganga Sulaymondan ham boymiding? Dunyoga podsho bo'lgan-ku, ibodat qildi-yu, bu nafillarni qo'shib deydi. Qayerga boramiz? Siz bilan bizga tergasak bu narsani. Namoz o'qisam ham tirishtiradi domla deydi. Sizni bizni bu o'qiyotgan namozimiz agar risoladek Xudo aytgandek bo'ladigan bo'lsa, bizga bo'lgan buyruqni bajaryapmiz xolos. Agar kitobdagi namoz bo'lsa, kitobdagi ro'za, zakot, haj bo'lsa, tahorat bo'lsa, shunga tushsa. Tushundingizmi? Tushadimi, tushmaydimi?